Assalomu alaykum aziz obunachilar, xush kelibsiz kanalimizga. Do'stlar, mana hozir biz Sirdaryo viloyatiga keldik. Maqsad 7800S Black bilan 8800S Wi-Fi Black detektorlarini sinab ko'rishga multiradarga, ya'ni testoviy proshivka bu. Tez kunda chiqadigan proshivkani hozir sizlar bilan multiradarga sinab ko'ramiz. Mana hozir qo'limda, mana bu yerda turibdi 7800S Black modeli bu. Mana bu joyda 88'imiz turibdi. Mana 8800S Wi-Fi Black modeli. Xullas ikkalasini ham hozir testoviy proshivka turibdi. Multiradarga hozir sinab ko'ramiz birgalikda. Qani qaysisi chiroyli natija ko'rsatar ekan? Albatta kanalga like bosinglar. Obuna bo'lgan do'stlar kanalga obuna bo'lsin. Bizdan esa chiroyli videolar. Qani bo'lmasam ketdik do'stlar. Ana qaranglar, hozir Sputniki найдены. Mana 88 uladik. Dash davom etamiz. Multiradar bo'lishi kerak oldimizda. Bu joyda chunki juda ham ko'p turadi. Засада 70. Zasada ogohlantirildi. Multiradar ushladi, ko'rdilaring-a? Multiradarni natija yomon emas. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana 614 YKA. Juda ham chiroyli natija. Endi 78 Black'da kelamiz. Qani 78 Black qanaqa natija ko'rsatar ekan? Mana endi navbatni 7800S Black'ga beramiz. Qani qanaqa natija ko'rsatar ekan multiradarga tomosha qilamiz. Засада 70. Zasada ogohlantirdi. Мульта. Gap yo'q. Mana qaranglar, hozir multiradarga orqa tarafidan boryapmiz. 7800S Black modelida testoviy proshivkada ko'ramiz hozir, qaranglar. Judayam ajoyib natija bo'ldi, ko'rdilaringmi? Ahoy. Mana hozir 8800S Wi-Fi Black'da boramiz, testoviy proshivkasida multaga orqa tarafdan natijani ko'ramiz. Qani kuzatishda davom etinglar do'stlar. Мультирадар
88 ni ko'rdilaringmi? Ancha kuchli. Kuchli, judayam. Natijani ko'rdilaringmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Mana do'stlar, ko'rdilaringmi natijani? Natijani ko'rdilaringmi? 7800S Black bilan 8800S Wi-Fi Black'da. Ikkalasi ham testoviy pрошивкада. Ko'pchilik 88 dan 78 kuchli degan ko'p savollar bo'lgan. Mana sizlarga ochiqcha isbot. Ikkita motorada ikkalasini ham qanaqa rastinadan olganini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Juda ham a'lo natija. 78 Black'imiz 88 Black'ga qaraganda kuchsizroq. Ya'ni nima demoqchiman? 8800S Wi-Fi Black yorib tashadi. Ikkalasi ham bir xil pрошивкада, testoviy pрошивкада. Tez kunlarda yangi pрошивка chiqadi, kutib qolinglar. Ozgina sabr qilsalaring albatta chiqadi. Shu bilan keyingi rolikda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.